Bolalar psixologiman va bilasizmi, konsultatsiyalarimdan olgan xulosalarim, onalar o'zlarini bolaliklarida yetishmagan, to'lmagan bo'shliqlari bor-ku, ana o'sha narsalarni farzandlari orqali to'ldirishlarini ko'rib chiqdim. Yoshliklarida o'zlariga mehr e'tibor yetishmadimi, shu narsani farzandlariga keragidan ortiq to'ldirib berishga harakat qilishadi. Agar kiyim-kechak nimadirda ularda tanqisli bo'lgan bo'lsa, har doim o'zligini chiroyli emas his qilishgan bo'lsa, kiyim-kechagi zo'r narsasiga harakat qilishadi. Yokida o'yinchoqlari bo'lmagan bo'lsa, отдельный xonasi bo'lmagan bo'lsa, shu narsani orzu qilgan bo'lsa, farzandlariga o'yinchoqlar, xonalar, keragidan ortiq material narsalarni ko'paytirib yuborishadi. Agar farzandlari o'rtancha bo'lgan bo'lsa va o'zlari ham o'rtancha farzand bo'lgan bo'lsalar, har doim arosatda e'tibor, mehr yetishmagan degan hissiyot bo'lgan bo'lsa, demak shu narsani keragidan ortiq to'ldirib yuborishar ekan. Aksariyat holatlarda bolaga emas, o'zimizga yordam kerak bo'lar ekan. Birinchi navbatda o'zingizni ichki bo'shlig'ingizni to'ldirsangizgina farzandingizga to'g'ri va unga kerakli bo'lgan ehtiyojlarini berar ekanmiz.